Hop, oxirgi rekka chiqqan videomizda, ya'ni tualetda qanday qilib hidlanmasligi uchun nima qilish kerakligini videosini qo'yganman va ko'pchilik tushunmagan va o'shani men sizlarga bugun propa qilib ko'rsatdim. Ya'niki mana ko'rishingiz mumkin, 100 litrga o'tgan, bu yoq ham o'tgan va tekis qilib kesib qo'yamiz zivo bilan bo'ldi. Tevadan qaranglar, saratolikni e'tibor berasizlar, pastdan bitta, tepadan bitta. Va past va tevadagi havolarni tortib ketish uchun va tashqarisidan ham bunday bitta atovat bilan ichkariga ketyapti, o'rtada traynum yo'q ketyapti. Va tepaga chiqib ketgan, xudo xolasa 100% hidlanmaydi. Shu narsani tushuntirishga urinib ko'rdim, lekin juda ko'pchilik tushunmabdi. Men ham tushunarli gapirmaganimda o'zim videoni ko'rib bildim, haqiqatan. Ming bor uzr so'rayman va sizlarga qilib ko'rsatishga harakat qildim. O'zi bu narsa planda yo'q edi va sizlar uchun отдельный video uchun qildim bu narsani. Bu videoni olish uchun bizga 100 ming so'mlik mahsulot ketdi. Va bitta perforator, bitta bolgarka va 20 daqiqa vaqt va bitta pena ketdi. Xudo xolasa shuncha mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'ysa degan bittaman, xudo xolasa endi umuman hidlanmaydi.